Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Urganch shahar MTS ko'chada 4 qavatli toza qurilgan domimizni 3-qavatında 2 xona 63 kvadrat 3 xonadondan tushgan ekan. Har etajimizda korobka holatda suvodan chiqib turibdi. Tashqarimiz bitgan. Bismillahirrohmanirrohim. Koridorimiz shundan keng tushgan. To'g'rimizda katta zal, yon tarafimizda oshxona, bu yonimiz spalniy, bu yonimiz sanuzel. Bilan chetdan ko'rib boshlayveramiz. Bu yerimiz zal. Balandlik ham yomon emas. Bu yerimiz oshxona. Kanalizatsiya trubalar tushgan, gaz trubalar girib turibdi, suvlar ulangan. Bu yerimiz spalniy. Bu yerimiz sanuzel. Bahası 320 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Domimizning oldi qismi. Şeyden bir 100 metr yo'lga chiqib chapga yursak, Rosentr bozori chiqamiz. 63 kvadrat. Ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklar sog' omon bo'ling, ishlaringiz omad.